O'zingiz nomingizga? Generalni chiqar. 2014. Ya uslitrlar qo'yilgan. Ayg'in ko'ring, kapot kiranglar, uslitr kraska. Radnoy detal topinglar bo'ldi. O'sha joyni aytib gaplashamiz. Qayerdan sizniki aka? Ko'kdara. Qancha yurdi? ishga minamiz faqat ana bor. Qaramayman uni kilometr deng. Datchikka qarayman. Gaz tugarsa zapravkaga boraman deng. Bular siybilgan deganlar rostmi? O'zimizdan chiqib o'ylab Ha? Eski mashinada deyman, mana Endi radnoy detal topaylik bo'ldi bundan. Ikkita tepasi radnoy. Nechta so'rayapsiz aka? Alamizni kuydik yedim. Mayli aka. Endi Dalli Mamid siz sotuvchi, men xaridor. Keyin men shuni chapachasi bo'laman. Men sotuvchi bo'laman, siz xaridorga aylanasiz. Men narxni aytaveraman, siz hozir narxni ayting. Shuncha oladi. Endi shuncha odam o'rtasida men allab qo'ymas. Men tushunmayman lekin. Bilmadim, men ham uncha tushunmayman. Ayting siz. Bitta narxini so'rang, men bilaman. Aytaman sizga. Mayli aka. Ko'ngil nech pullar ham biladi, hamma biladi aka narxni. Kraska ko'proq ekan, jon aka. Endi uslitrlar qo'yilgan. Bitta nisan aniq aytalaman. Misol hozir shu tashda detalni bilmayman, tushunmayman. Lekin xarajat yo'qda, men jiribmiz. Ishga qanday jiribmiz, yo'lda jiribmiz. Birinchida bir anaqa mana moyni o'shtirish kerak emas, xarajati yo'q, ham aytaman. Hozir radnoy joy shunga tom, stoyka, 3 ta eshikni yuqorisi arqa kapot. Ha. Shu Mana bu eshik to'liq radioda. orqa eshik, ha? Qancha ekanmi? Eshikni ochib qarang, qaramaganlar probeka. Qarag'im chiqmaydi. Qaqiladi muncha muncha. 229 ming. 229 ming. Probeka ham yomon emas bo'ladi. Qarang, maydalashib gaplashsangiz, maydalashib savdo qilaman. Yo'q, Akmal aka, bo'ladigan qiling. Bo'ladi siz mayda chuydasiz 30 million bo'lsa qolsa olaman, yili uchun. Yili yaxshi ekan. Ham anolar men o'zim 45-40 millionlar o'zimcha chetlab qo'ydim. 30 million bo'lsa. Yo'q, 40-45 lar aka olmayman. U narxlar juda. Qarang aka, 30 millionga ham yil uchun so'radim, birinchi so'rashim. Lekin pastlatib so'ramadim. Undan ko'ra, misol 2010 da 1.6 lyuks konditsioner kraskasi yo'q, radnoy 25-26 olgan yaxshi-da. 14 bo'lgani bilan kraska ko'p-da bunga hozir aka. Endi xarajati bo'lmasa yaxshi-da aka. Aka olgan odam maza qilib binadi, zato xarajati. Egasining nomida pro ham yo'q. Yo'q. Ha, og'am jo'nadi. Bal jaran parmi degan so'zlar bo'lmaydi deyman, aka kim hozir. Mahlaydi qarshilamadan. Ya mayli, ko'nglingiz nech pullar edi misolga? Oxiri o'ziz. Qarang mana, bitta narsada bir hech bo'lmasa bir 35 ta sotaman deyapsizmi? Men ham sizga bir yordam qilaman-da, mayli, menga sotmasangiz ham elga soting aka. Sizga pulingiz kerak emas. Bir yordamda mendan ham. Aytib ko'raman. Harakat qilaman-da siz tomonga o'tib. Kelgan odam tomonidan bo'laman-da men. Yo'q, faqat hammasini men olishim kerak. Men aytgan narxga berasiz, majbursiz demayman aka. Mayli, men duxum yetgan 30 million, aqlim yetgan savdo bu. Endi olib yurganlarimda ichidan kelib chiqqanman. Endi bilaman, hamma mashina ola olmayman. Chunki kimdir xohlamaydi u narxga berishni. Hech kim hozir hech narsaga majbur emas-ku. Mol sizniki, pul meniki. To'g'ri kelsa almashamiz bir-biriga aka. Shunday. Kamiga ham 35 mi ko'nglingiz? Eng kamiga ham. Aytib ko'raman elga aka, balkim eldan kimdir olar. Sizni bir so'm pulingiz kerak emas aka menga. Ya men 35 deb aytib ko'raman aka. Agar chiqsa baxtsiz kimdir olsa. Rizq atoy Xudo aka. Men bir sababchi odam. Men beraman, men qilaman demayman. Men ham bir sababchi odam. Hammamiz Allohning bir qulimiz aka. Kimgadir nimadir sababchi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Men aytayapman, men sizlarga bittasini aytayin, misol mashinamning mana unday, mana bunday degan aniq qilmayman, lekin bittasini aniq aytaman, uchib qolmaydi, jiradi, xayr bo'lsa borib keladi. Ya bir yer yonmay qolmaydi. Ko'chaga qoldirmagan. Ko'chaga qoldirmaydi. Xayr bo'lsa ketaveradi, lekin u yer unday, bu yer bunday demayman-da misol.
Ey, shunday. Endi o'zimizni Lekin, misol hozir chapana gaplarda qayerga haydasangiz haydang, bu bir joyga borib keladi, uchib qolmaysiz agar. ko'chaga qoldirmaydi tushunamiz bo'ldi. Qisqasi ko'chaga qoldirmagan. Misol bir joyga akasi qilib yo tiqirdob yo do'sh chiqarib yotgan jo'q. Omon bo'ling. Nechinchi yilsiz? 91. Ye? Siz ham 2000-yilga o'xshab ko'rinasiz. Menda egansizda. Hech kim ishonmayapti 91 desangiz. Ha, shunda yosh ko'rinamizda. Biz 91ligimga ishonasizmi? Yosh ko'rinamiz. Akam ham xuddi o'zimdek ekan. Yosh ko'rinish a? Ha, mayli, endi bor-da. 91lar 2 asrni ko'rganda ko'p mehnat qiladi aka. Uni qolgan yildagilar tushunmaydi aka. Xo'p, akalar ko'ringlar 2014 gibrid motor Lux konditsioner. Radnoy joyini sanab o'taman. Bitta orqa eshik to'liq radnoy, 3 ta eshikni yuqorisi radnoy, tom stoyka radnoy. Qolgan joy asset bo'lgan. 35 million bo'lsa sotaman deyapti mashina egasi. Akalar ichimizga 35 million naqd pulga oluvchi bormi? Generalniy davrimiz chiqadi, 220 ming yurgan. 2 kundan oshgan yurgani. 35 million naqd pul bo'lsa sotaman deyapti mashina egasi. Akalar bormi ichimizga oluvchilar? Sinfdosh keng o'zim olaman mayli. Xafa bo'lmang. Faqat narxi sal talashsa bo'ladigan joyi narxida olishsa jonim bilan aka. Sizdan ham hech narsa kerak emas. Atamang rizq atoy xudo. 91 ekansiz. 91larni bugun bittasini mashinani oldim. O'zi bir kishi keldi, yana ikkinchi kishi. Dal-dal gapiramizda biza. Bo'layotganni. Ko'p ham chuvalanmaymiz. Qarang aka. Shuning uchun ham ko'p kishi so'rasa ot deyman, keyingisini aytdim kelmay. Yiling demasa, bunchalik ot deyman. Aka 30 ga biror nima qo'shib so'rab ko'raymi? Berasizmi? Aka 35 ola olmayman baland. Elga baland uni bilib turibman baland. Lekin sizni ko'nglingizdan o'tolmadim-da. Balkim chiqib qolar, boshqa viloyatdan ham odam bor, kimdir olsa, ishingiz hal bo'lsin degan maqsad edi. Endi 35 ga dalil Mamad hozir olmaydi. Endi shunday aka. Siz uchun yaxshi, hammaniki o'zi oy ko'rinadi ko'zi aka. Endi texnika shunday. Endi bir naqd taylab kelayotgan bir davr hozir. Bu ham bir buyum aka. Vaqtida odamlar jondan ham aziz ko'rib qolgan narsani buyumligini isbotlayapmiz aka. Hozir 6 million 2 yil bo'ldi. Omon bo'ling shunda. Lekin bitta narsa qarang. Xizmatimizni qildi. Lekin hamma mashinada ham narx tayladi man. 25 kobitli sarapinasi 18 million yurgan. 120 million olib, 121 million sotildi. Shu kunchilik. Ishlab, gaz qo'yib berdi. Bir ham qo'yib chang bosib qoldi, ishlamay qoldi. Siz o'zingiz meni chin dildan sinfdosh bitta guring. Yana 30 so'radim. Nech pul qo'shsam berasiz chin dildan. Ko'p narsa so'ramang faqat. Bir yurakka yaqin ayting sinfdosh mayli olaman mashinani. Akangiz Ahmad yo'q yo'q. Men o'zi ko'p kuzatamizlarni kelishga imkon yo'q. Birinchi xudo niyat xolis bo'lgan, niyat xolis bo'lgan. Mashina olamiz, boramiz, mashina olamiz. Hozircha ham bir joyga borib bitta mashina ko'rdik. Keyin buyoqqa haydab keldik ikamiz. Mayli aka, omon bo'ling. Rizqda atoy xudo demanki, to'g'ri kelsa bo'ladi. Biladim hozir kelishda. 37, 38, judayam pastda 35 dan pastiga bermayman deb qaytib keladim. Bu o'g'il bola chaqarim. Akam yana shit garib keladi akam. Bitta narsada sinfdosh, mayli. Qani jiyaningiz? Keling aka, keling. Hozir o'xshaygansiz. Do'stim qanday? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Znash Vigita ancha kuzatadi o'sha vaqtda, ha? Kuzatish yaxshimi? Ya, omon bo'ling. Qarang, 35 million aytib ko'rdim elga. Mayli, sotsalar jonlari sog' bo'lsin, rizq atoyog'idan. Men hech qachon tortishmaganman birov bilan. Yo, meniki bo'lish kerak, men foydalanishim kerak demaganman. Bitta narsani o'zimga shior qilganman-da. Alloh bergani shu ekan, bermadi, xohlamadi deyman-da, o'tib ketaman. Lekin mayli, sinfdosh ekanlar, og'im kelyapti, bitta narsa, endi 35 balandlik aniq, endi siz o'ylagansiz shunday, to'g'ri. U siz o'ylagansiz-da. Men ham o'ylaganman, hozir shuni bir 27-28 olsam qani deb. Qarang, ikkovimiz o'ylaymiz qanday. Endi hammasi ko'pga kelgani bo'ladi-da, el so'ragani bo'ladi. Bir narsa, qarang. 30 millionga nech pul qo'shay aka? Chin dildan. Sinfdosh shuncha qo'shing, mayli, men ham qotmay, siz ham qotmayding, yurib ko'raman. Olaman mashinangizni. Bo'l taylanqani 5 ta. Katta-da aka.
Sınıfdaş ekanka. 1 milyon qo'shing ish Ya, Bo'libdaylar bir so'rangchi. Ya qiyin. Ya to'g'ri aka, men yomon demay, yaxshi mashin, lekin kraska ko'p mashinga. Oldi 3 litrli ham qo'yilgan ekan. 3 litr qo'yilsa sal narx tushirib yuboradi. Tushirishga 3 litr butun bo'lib tursa aka, yilga aytmaychi edim 35 kim oladi deb. Aka bering 35 ga deb oladim. Yilga aytmasa olaychi edim. Endi shunday narsa-da, endi uni to'g'ri tushunasiz. Bu yomonlikka emas. Hammasi Xudodan. Tushib qolish kerak bo'lsa, yanginiki ham tushib qoladi. Endi sal sotuvga shunga qarab qoldi-da odamlar. Zavodga deb bo'lmaydi. Yo'q. Qo'yilgan 3 litrda. Qo'yilgandan keyin oldi baribir xohlaysizmi, mana kapotni yopsangiz zazor kelmaydi aka. Buni zazorini qarang, uni zazorini qarang. Kelmaydi. Buni faran ochiqligini qarang, uni faran yopilganini qarang. Krelosiga ham bir tomon ichiga kirsa, bir tomon chiqadi. Chunki qo'yilgan 3 litr shunday-da. Zavodga 3 litr bir xil tortib beradi. Endi podgotовка qilish kerak, taxlash kerak, ochish kerak, ikki tomoni to'shni qo'yilmaganda 3 litr. Shuning uchun bir tomoniga chiqib turadi, bir tomoniga kirib qoladi. 3 litr shunday, Nexia'niki shunday tentak asal. Siz ham jeylar olasiz. Mening niyatim shuni sotib boshqa mashina olishda. Qilib beraman, qarang, bitta narsa, sinfdosh. Men misol mashinaning narxini chiqarib yo boshqa qilishda emas. O'zimni akam aytdi, bilan ikkamiz o'rtamizda akam bor. Mayli deydi, men hozir $2000 beraman deydi, $1000 dagi mashina dokumentga beraman deydi. $3000 beraman, o'zimizda qolsin deydi, dokument qilmaymiz deydi. Men aytdim, yo'q, menga hozir pul kerak. Kelmaydi. Ha, dadi. Bir savol ham narx sataman, senga xohlagan yozgan bor. Shunday. Bir yil kutasan, boshqa mashina olasan, peshirani olasan. Dadam yetib aytdi. Bozorga borib, vaqtini ko'rib. Navg'asdan o'tmagancha, men bunga chaynab turish oson. Bunga o'tmaguncha Men halol aytdim, 36 bo'lmasa 35 million narxga sotaman, menga hozir pul kerak. Keyin, mayli, qarang. Sinfdosh, mana siz ham nomini aytmadingiz, aytolmang. Hammaniki o'ziga oy ko'rinadi o'ziga. Agar 35 ga oluvchi bo'lsa, bemalol olsin. Men hozir ichkariga kiraman, turing mashinangizni olinglar, xohlasangiz. Lekin naqdini ko'ray, Akmal aka, bo'layotgan gaplarni gaplashaversangiz, mayli biron nima qo'shib olay deyapman 30 ga. 35 ga qimmat, jon aka. Mendan oladimi birov, sizdan oladimi qimmat. To'g'ri tushuning. Chunki 33 millionga aka men shuni balki 3 litr radnoyni ham olib sotdim-da, o'ntirdi. Endi hamma narsani nima deydi, qovunga qarab olinadi deydi-ku o'shanda. O'zimizga ham yo'q-da. Mana shu yerga kelib, men bir gap gapirdim. Bir nima o'tishi mumkin, lekin undan juda ko'p pastiga bo'lmaydi. Bitta guring o'ynaymizmi? Martga-mart o'ynaymizmi, sindosh? Men bu odamni aytganini qilmoqchi emas edim. Lekin mayli, martga-mart o'ynaymansiz, bitta guring. Men ham olmoqchi emas edim. Bu pulga agar siz ham bera olmoqchi bo'lmagan bo'lsangiz bu pulga, keling bir ikkovimiz ham bir harakat qilib ko'ramiz. Dangalga dangal. 5 million o'rtaga qoldi, to'g'risi-da. Mana martcha kelaman, bo'ldi, gap yo'q desangiz, mana shu odamning gapi 2 ga bo'laman 5 ta. Mana dangalga dangal, lekin rosti 32,5 ga olish xayolimga yo'q edi bu mashinani. Zo'r olsam, hozir 1 soat gaplashib 1 million qo'yib olaman dedim. Nari borsa. Mayli, mana shu odamning gapi siz bera olmayman, unday deganingizni aytaman. Baraka tovadi, nasib. Men aytayapman, ochiq ko'ngil. To'g'ri kelsa aka 32 million 500 ga 5 ga bo'ldim. Mayli, mayda-chuyda guring qilmaylik. Barakangiz bormi sinfdosh? Dangalga dangal kelaman deganingizga aytaman. Siz ham dangal qilasiz. Ya aka, unday qilmang. Men sodaqlaymiz. Ikkamiz yuraykan, meni haqim bo'lsa Sinfdosh. Ana mart kelaman dedingiz. 34 million Ya aka, undan nima o'zgaradi? Qarang. Men o'tdim men Siz bilan o'ting. Aytgan qaytmamiz ayt. Endi siz Akmal oluvchi Akmalda, sotuvchi Akmal. Hozir aytdingiz, odamlar 35 ga oluvchi bo'lsa olsa, mana prama egadan dedingiz. Hech kim olmadi. Endi 34 ga oldingizda keyin yana shu gapni aytasizmi? Odamlar endi 35 ga kim oladi deysizmi? Bering. Chunki hozir bironta farq sezibsizmi bu tomonga o'tib? Qadringizga yetib bering. Bu tomonga o'tib bironta farq sezmadingizmi? Farq sezdim, sizni haqingiz 1 million yana o'tdim. 33 bo'lsang. Ya. Endi bu tomonga o'ting-da. Bering. Jon aka. Men dangal keldim. Qarang. Sinfdosh. Men ham. 33 bo'lsam, men ham
Ochiq ko'nglim men ham aytyapman, mana generalni chiqadi, misol bir haydab ko'rsam biladi-ku, mashina haydab yurgan odam. Bir 10 kilometrga borib kelsa bilamiz, qayerga qanday ya bir xarajati bormi, boshqasi. Ha, rozimisiz sinfdosh? Mayli, juda qiziq. Olib bering tepasini. Bu chiroqchiya baribir xohlaysizmi, Jahon bozori chiroqchiya bo'lganda bularni savdo bilan yengib bo'lmaydi. O'sha paytda hamma narsa topilganda, butun O'zbekistonni hamma yerdan aholilar kelib, chiroqchiya Jahon bozori bo'lgan olgan. 14. O 13 ekanki bu. Qashqadaryo. Ana endi Chindagi 1 million o'tib berasiz. Aytganingizga o'zingiz turmadingiz mana. 3 million o'tib 30 ga bo'ladi endi. Men 14 deb yuribman. Yo'q, Haqida bir hozir bilib qo'yishim. Bilmay ekanlar. Yo'q, bilmayman, so'radim, bilsam nima? O'zi 2025-yil 9-oy olgan ekansiz. Yo'q, u unda dokument qildik, oldin olinadi. Ha, texpasportni yangilagan ekansiz. Unda number taqib, o'zimiz nomimiz. Mayli aka, faqat rozi bo'ling. 1 yil. Xo'p, akalar ko'ringlar 2013 gibrid motor Lux konditsioner Nexia 2. Yurgani 220 ming yurgan, 2 yurdan oshgan. Radno detalni sanab o'taman akalar. Xo'p, orqa eshik to'liq radno, 3 ta eshikni yuqorisi radno. Tom 4 ta stoykasi radno. Qolgan joyi asset bo'lgan. 33 millionga olindi akalar. 34 million bo'lsa sotaman. Minaman degan dehqon odam bor aka ichimizga oluvchilar. Generalni davrini chiqadi. Olasizmi? Ichi aytaman aka. Oscillator qo'yilgan, bu tomoni stoykalari, tumbalari bus-butun turibdi. Ochingda. Ko'ring aka, yurak ursa ko'ring. Mana Behruz. Yo'q aka, men borini boricha aytaman, yo'g'ini yo'q, qarang. Mana bu tumba, blombasi turibdi, pechatiga turibdi aka. Bu degani oscillator yengil oldi bo'lgan, oscillator qo'yilgan. Ha, lekin bu tomoni hamma joyi pechatiga turibdi, ichiga o'tmagan aka. Endi bu xohlaysizmi, gibrid motor oqizadi. Yo'q, o'sha egasi qani o'zi. Aytibdi-ki, hech qachon o'chib qolmaydi deb. Jaydariga gapirilyapti. Sinfdosh. Yuzi tushmaydi. G'uzorni qayerda? Quduq qishloq deydi. Qishloqdan bizda. Ish- Jaraliq mahallasi. Ish moshin bilan emasmi? Dehqonchilik. Bu Dehqonchilik. yoqda o'zi ekonom. 1 million qo'yib sotaman, bilasiz. Rozimisiz qoladigan 1 millionga? Sinfdosh? Omon bo'ling, registratsiya qildiring. Ayting, motor qandayligini. Nech pullar so'rayapsiz endi taxminan? Qochirmasi, baland parvoz qilmasi, bir chiroyli bir narx aytib ko'ring-chi. Bo'ladiganroq qiling. Instagramdan qandaysiz? Ko'raman, har kun ko'raman. Har kun ko'rsangiz baland parvoz narx aytmaysiz. Kelishtiribroq bir narx ayting-chi. Aytishga ham qo'rqib qoldim. Nima? Hali ishtima demadim-ku. Faqat baland aytib qo'ymayman deyapman. Kelishtiribroq ayting. Turish qo'rqitdi. Yo'q. Nechi 8 edi? 8. Shu ham bor. 8 eshitdim. Birinchi raqamni o'zgartirsa bo'lmaymi? Yo, o sal arzon bo'ladi. 3 ta 1 qilsak, Sal ko'taring. 18 qilsak. Pastismi? Qarang, boya bitta 14 deb savdo qildik, oldik, lekin bitta narsasi yaxshi edi. Mashina zo'r edi uni, haqiqatan ham. Ja, yomon mashina emas edi. Oscillator qo'yilgani bilan starasi boshqacha so'radi. Oldik uni. Ancha arzon oldik. Bu 12 prosta, u Lux konditsioner edi. Ham u chista gibrid edi. Gibrid motor yaxshi edi bundan ko'ra. Yili yangi edi. Motor qanday yo'qmi? Yo'qmi? Qo'yim bo'lgan, qarab bersam. Oxiri nech pullar bitta, o'zi bitta chiroyli окончательный bir narx aytingda, men keyin sizga bitta narx aytaman. Oxiri aka, mana shuncha bitta. 30 dan. Bir narx aytaman. Ko'p ham emas, kam ham emas. Shu kunlik kundagi eng zo'r narx bo'ladi. Bera olsangiz olaman. Chin yuring. Men. Bo'ladi desangiz 26 million berib olib qolaman. Mayda chuydasi. O'zi 25 so'rayman deb turdim. Eng patalo. 26 ta bo'lsa bering, 27 ta sotuvga qo'yaman.
30 baland lekin. Xohu men bo'lay, xohu boshqa bo'lsin. Boshqani. Bitta qarab chiqaydi mashinangizga. Malollar ham o'zi charchab qolibdi-da. Ha? Prostoda bu ichlar. Rossiya gidravlik. Bitta gidrolik bor-da bunga. Men kapot o'ziniki emasmi? Yo'q, Xitoy kapot. Kapotda ana belgisi bo'ladi-da, faqat gidrolikalar. Kapot. Bu utilitlar chaqiradi. 26 yaxshi so'radim bu yigit. Pastni bo'lyapti-da. Orqasini izol qilib tayyorlagan ekan. Betonga tayyorgarlik ko'rilgan ekan. Kapotlar o'ziniki. Ham radni. Radna kapot. Yaxshi. Gullar ham har xil ketdi. Chotki turibdi. Mashashasi sal bir ana bor edi. Qani? Ha? Sepilganmi o'zi? Sepilgan. Mashani sepilgan ekan. Bir bag'i bir xil emas. Hozir bilaman. Yaxshilab qarang-a, yo shunday bo'lgan. Perxot yo'q-a? Xitoydaga. Kraska yo'q. Perxot yo'q. Oching qani motorxona. Behroz xalosday qilib qo'shing-da. Trubkalarni yangi qo'ydinglarmi? Ochilgan. Ya ochilganda yo'q emas. Motor ochilgan. Motor ochilmasa bunday zvuk ham bermaydi. Bu bilan bo'lsa ham. Bular o'chiravering Behroz. Qancha bo'ldi motor qilganingizga? Men motor qilmaganman. Egasi qilgan. Olganingizga qancha bo'ldi u? Noyabrda oldim. Noyabrga? Motor o'zi lishni zvuklar chiqarib qo'yganda yog'lar ham qarab ketgan. Qap-qora bo'lib qolgan. Ya 100 talik yemaydi-yu, lekin yeyish ehtimolga yaqinlashyapti-da. 100 talik yog' yemaydi. Yog'dan yoqqa kamaytiradi, uncha ko'p emas. Lekin motor lishni zvuklari ko'payib qolgan, birorta zvuk bunday bo'lmaydi. Lekin metanga o'z yo'q ham kamaytiradi, bu yo'q ham. 200-300 gram kamaytiradi. Mayli, nima narxi to'g'ri kelmaydi deyapsiz 26 million. Yaxshi so'radim-ku. Sizdan maosh olmoqchi mumkin. Mayli aka, gap yo'q. Kirim bo'lib ketaveradi olgan mashinangizga. Lekin buni narxini chiqarish kerak-da. 30 baland, 26 so'rayapman. Noma'qul so'ramadim do'stim. O'zim nima yursam. Ya qarang, molsizligi aka. 30 ga baland deyapman-da. Molsizligi aka, xohlasangiz meni yuring. Rizq ato xudoda ishimiz bitsa bitar aka. Bitmasa ham bir-birimizdan xafa bo'lmaymiz. Molsizligi, pulmaniki hammasi joyiga turibdi. Laslardan chiqarib beradi. Kim? Ha? Kim bunday majburlamaydi-ki. Qarangda, ismingiz nima edi? Turg'un. Turg'un aka, nechinchi yilsiz? 2000. 2000? Ikkisi ham bormi? 2000 Turg'un aka, yaxshi so'rab turibman. Nima bergis kelmayapti? Arzon aka. Yo'q, arzon emas. Shu kecha kunduzga yaxshi. Holati bilan qarasa yaxshi so'radim. Nima o't bera olasiz? 30 dan aytingchi, o't berayotganingizni ololmasam elga aytib ko'rarman. 30dan
O'tolmayman. Ya 30 baland. Qisqasi qarang, bunday savdo qilamiz. 26 ga nima, biror nima qo'shib so'raymi? Yo'q, 30dan pastiga. Ya 30 baland. Men to'tang elga aytamiz. Men ola olmasam ham siz sota oling. Nima qiziqmi? Xo'p, akalar ko'ringlar, 2012 16 gidrolikasi bor, g'irt prostoy Nexia 2. 3 kundan oshiq yurgan radnoy detali, Thomas to'kasi, arqa kapot, keyin ikkita eshik tepasi radnoy. Qolgan joyi aslijit bo'lgan, uslitr qo'yilgan. Kapot, uslitr qo'yilgan. 30 million bo'lsa sotaman deyapti mashina egasi. Naqd 30 million bo'lsa sotaman deyaptilar. Akalar ichimizga 30 million naqd pulga oluvchi bormi Nexia 2? 2012 16 gidrolika bor. O'zim olaman deyapman-da, siz sal bo'shashmayapsiz-da. Endi 30 baland, ne to'lkaman, hamma ko'rib turibdi. Men molingizni yerga o'rab, qo'lingizdan aldab olib qo'yish niyatim yo'q. Bilib turibman, yo'q. Lekin sal bir qayishing, mayli, sotiladi, sotilmaydi emas. Mashina olmoqchisiz, olasiz, olmaysiz ham emas. Sal qayishib beringlar buni. Oladigan emas, hamma tomoshabin. Sal bir qayishib, bir yengillashtiring, olaman mashinangizni. Yaqinda 2 million foto chiqdi. Qadoyini. Endi bunday narsada qilingan narsa yaxshi, xo'sh. Sizdan kimdir olsa bir baraka topib minadi. Rahmat deydi. Yaxshi mashina chiqdi deydi. Sizda alqiydi, duo qiladi. Odam xayri bilan bersa shu deganida, aka. Barakali bo'ladi. Orqangizdan kimdir so'k yurgancha bir duo qilib yursa yaxshi emasmi? Xarajat qilmaydi aka. Ya tushundim. Balon qo'yadi, balon. Men balon kelgan. Qarangda. Mayli, siz meni noto'g'ri tushunyapsiz-da. Endi past deganda xayolga borib qoldingiz. Past emas, bitta narsa. Ana 26 so'rayapman. Biror nima qo'shib so'raymi desam, yo'q 30 deyapti. 30 baland. Xohi ma'ola, xohlasin kimdir olsa ham. Agar kimdir olmoqchi bo'lsa birdan 30 olsin deb aytaman. Sizni ko'nglingizni olib. Mayli, sizni ishingiz qalbingiz, sizdan menga ishlasa kerak emas. Lekin o'tib beriladigan joy bo'lsa, o'tib ayting, olaman mayli. Biror nima qo'shish kerak bo'lsa, qo'shib ko'raman. Ishingiz hal bo'lsin deyapman-da. Mashina olaman deyapsiz, xo'p, olib qolaman deyapman. $4 million qoldi. Nima qilamiz aka? O'zingiz biror nima deyin qaraman, vijdona. O'zingiz savdoyingiz o'zingiz hisobsizda aka. Menki zo'r savdo qilaman. O'zingiz savdoyingiz o'zingiz hisobsiz. Bu ham bir omonat savdoda. Hozir barter deb men sizga bo'ldi 30 olaman deb bitta mashinaga 5-6 million qo'yib berish qo'limdan keladi. Men unday harom narsa qilmayman. Iloji boricha real savdodan oling deb harakat qilaman sizga ham. Bironta Lacetti olaman deyapsiz, kelib qolsa real savdodan oling, ustiga 500 ming 1 million qo'yib beraman. Yo'qsa o'shani ham qo'ymayman sizdan mashina oldim deb. Arzonroq bo'lsin deb harakat qilaman-da, lekin siz bayag'i sal qayishmayapsiz-da. Aytaman, xarajat qo'yganman, normal. Bildim, xarajat qilgansiz. Ya endi baribir aka, o'zingizga nimani ravo ko'rsangiz, birovga ham shuni ravo ko'ring-da. Sizga igna og'riq beryaptimi? Значит, menga ham og'riq beradi. Men bu odamga ham og'riq beradi. Hamma og'riq beradi. O'zingiz uchun chiroyli qildingizmi? Aka bir kishiga bering-da, ichingiz tortmay rozi bo'lib bering. Masa qilib mana bir duo qilib hal qaydasin. Hozir taklifdan keldim aka. Ya joni sog' bo'lsin. Mayli, qarang, bitta yuring-da mana, dangal yuring. 26 ga nech pul qo'shay? Hisob-kitob to'g'ri kelmay qoladi aka. Oladigan. Ya to'g'ri. Hali olayotgan mashinangiz aniq emas, qanday qilyapsiz? Balkim ortib qolar aka. Niyatga qarab aka, bitta narsa niyatni shunday yaxshi qiling, zo'r bo'lsin. Unda o'zingiz hali hech narsa qilmasdan turib qo'rqitib taylamang-da unda. Telefon pashalab kutib kelyaptilar. Mashina kira olmayapti. Kelgan mashina kirib. Akajon, shu trekkerni noto'g'ri qo'ydingiz-da. Mana egasi. Ha. Nima deysiz? To'g'ri gap aytdilar aka. Ya, kiraverishga qo'yib qo'ydilar. Qiyin 30. Sotaylik buni kelishtirib, sal ag'bag'iga. Men tushuntirishdan to'xtamayman, lekin siz tushunmayapsiz-da.
To'g'ri tushuning, mana 30 ga olsa, el olsin. Eldan menga shart emas, mana sizdan hech narsa kerak emas. Olsin el deyapman. Akam biladi, akam olib kelgan. Qani akangiz? Ha, akangiz bunday qilib turibdimi? Men aytdim, keling ber keling, yaxshimisiz? Keling aka. Qanday zo'rmisiz? Ertashroq aytmaydingiz buni. Qanday? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Keling, bunday o'tib oling shu ukangiz oldida. Mayli aka. Ya bir tortishib ko'ramiz aka nima? Kurashayotganmiz yo'q-ku. Shunday. Nechinchi yilsizda aka siz? 96 ha. 2002 man deb qo'yganlar. 2000 desam ikkisi ham bor deydi. Aka qarang, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, ukangiz bilan savdo qilaman. 30 millionga kim olsa olsin deyapman. Mayli, lekin xaridor chiqmayapti. Yaxshi niyat bilan kelganman, jon aka, bir mashina olmoqchiman deyapti. Qo'limdan kelsa beraman mashinani ham. O'tadigan joyi bo'lsa, o'tib ham beraman, 1.5 so'm bilan. Mayli, o'shalarni o'tish kerak bo'lsa, bir ikkitasini o'tib ham beraman, o'zini puliga beraman. Gap so'z yo'q. Nima mashina tanlang, shuni daftardan o'zini puliga beraveraman qarab. Lekin buni hozir 30 ga olmaydi, tushuntira olmayapman-da. Mayli, soting deyapman. 29 dan. Bitta gap aytayman aka, endi siz yoshingiz katta, tushunganroq odamdasiz. Hozir 30 ga kim oladi deb baqirdim, eshitdingiz ha? Sheqqaydingizmi? Hech kim olmadi. Hozir 29 ga ol, yana 30 ga kim oladi deb baqirsam, boyagi 30 bilan hozirgi 30 shunga farqi bo'ladi deysizmi? Bo'lmaydi. Mayli, men sizni gapingizni yerga qoldirmayman, jon aka. Yoshingiz kattaroq, sal bo'lsa ham tushungansiz. Luba olsin, shunday olgan mashinani ko'rasiz, daftardan o'zini puliga qilib beraman. Egasini ham chaqiraman, bemalol gaplashib olavering. Luba mashina tanlasin, shu bola o'zini puliga olib ketadi. Olingan puliga. Bitta gap aka. 28 million pul olasiz, 29 ga sotuvga qo'yib qo'yaman. Tavakkali. 1 millionga qiynalmang aka. Aka, 1 millionga qiynalayotgan bo'lsam, olmayman. 30 millionga shahardan kimdir olsa olaversin undan ko'ra. Hozir men 29 ga olib 30 sotganim ekan-da. Aka, shu 29 ga sotuvga qo'yaman. 28 million xoh mashina oling, kirim qilib beraman. Xoh men o'zim hisoblab olaman. To'g'risi-da. Bo'lmasa ham bozorga chiqarib ko'raylik, buni 30 ga sotib, keyin kelamiz. Ya 1 millionga qanday qiynalib qolyapsiz aka? 1 million. Endi dal kelolman. Mana bitta guring aytaman, qarang. Ismingiz nima aka? Ismoil aka? Addosh ekansiz. Bayaq bugun tug'ilgan kun sizniki qachon? Meniki aprelda. Qarang, Ismoil aka, jon aka. Luba mashinasi ana shu hozir siz o'tib berayotgan 1 millionda men shuni 2 million qilib o'tkazib beraman. Luba mashinani. Faqat rozi bo'lib beringlar. 1 million uchun hali hech savdo qaytib ketmaganda. Qani ko'ryapqani bo'lmasa aka. Maslahat ko'ring. Bitta so'rang, bitta maslahatlashing.